Assalomu alaykum aka-ukalar, obunachilar. Mana Bishkekda biz bilmagan qo'ralar ham bor ekanda. Yangidan yangi qo'ralar chiqib kelyapti. Bishkek shahri Aleksandrovkaga kelganmiz. Islom. Assalomu alaykum. Islomjon. Bu yerda hozir qo'ylarni bir qator ko'rib chiqdim. Bu yerda Blandinni bolasi Premoy, tankerni bolasi. Tankerni bolasi bor ekan. Bir qator syomka qilib o'tamiz qo'ylarni. Esenbek, o'zingiz bir tanishtiring-da qo'chqorni bunday bir. Esenbek juda ko'p obunachilarim aytadi-da, Esenbek akadan ko'proq ma'lumot oling. Bu juda qo'yni yaxshi tushunadigan inson deb, arashanchi aka-ukalar ham seleksiya bilan shug'ullanayotganlar biladi. Bu tanishtirib o'ting endi bu qo'chqorni. O'zingiz aka, avval podpischiklarimizga salom. Siz hozir Bishkekka yaqin yerda Chuy viloyati deb qo'yadi, o'zbekcha gapirganda. Chuy viloyati Aleksandrovka deb mahalla. Bu yerda bizning Dunga millatidagi vatandoshlarimiz yashaydi, bu millat. O'zbekcha gapiryapman-da. O'zbekcha gapiring-da. Bu bizning akamiz, Islom oti. Islom. Davuzovda familiya. Alaykum assalom. Bu kishilar murda qo'y boqib, kishini adashib, qayra sortirovka qilib jo'g'otib, qayra boshlabdir. Zo'r qo'ylar bilan alekdenganda 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri az ko'rasiz, o'ta kuchli Frankelning qizlari, Blandinning qizlarini qarmaydi ekan. Mana Blandinning balasi klichkasi Tiger. Tiger. O'zingizda ko'rdingiz-a, Blandinning bunday ballari o'ta az. Az. Az probniklarida ko'rsatamiz. O'ko'z kelib birinchi tanishganda ko'rdingiz-a, qo'romaga o'ta yoqdi. Hozir mana qo'ylarning dengelini ko'rasiz. Qo'rovning kuchliligi mana urg'achilarning dengeli bilan ko'rinadi-da. Сколько лет ему? Ему 3 года. 3 yoshda ekan. 3 yoshda. А параметр какой? Метр плюс, уши 20. По материнской линии он 80 тоже идет. Buni ene jag'ida 80 ekan. Bu 80 nevarasi Blandinning balasi bo'lib qoladi-da. Ene gimbridnik ekan. Ene jag'ida 80. Qulog'i 20 deydi. To'ra aytdi-da, qo'sh bo'yicha ko'rdingiz, qulog'i 20, bo'yi metr plus ekan. Metr plus. 3 yoshda. 3 yoshda. Раньше цвет какой был? Что, белый, что ли? Он светлый? Светло-рыжий. Все, молочный, да? Да. Брендовый цвет. Бренд цвет ekan-da, bu janaqa. Ne deb qo'yadi bunday? Zolotistый og'ish ekan-da. Uzunligi ham uzun ekanda. Qarang. Qo'chqor telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, o'ta uzun. Men birinchi yo'l ko'rdim, tan qoldim, o'ta tan qoldim. Qo'chqor o'ta yoqdi bunday. Blandinning ulучшенный, o'rischasi ulучшенный bo'ladi-da, bunday. Blandindan kuchliroq bo'lib tushibdi-da bu. Mashallah. Yo'q, biz ham ko'rmaganmiz-da, mana endi ko'ryapmiz. Klichka Tiger. Klichka Tiger. Mana endi hali nima desa bo'ladi, O'zbekistondan, ertaga Qozog'istondan, obunachilarimiz Qirg'izistondan shu yerda shu qo'chqor bor deb turib kelinadi, to'g'rimi? Zoqtaga ko'rsatgandan beri nima? O'zbekistondan akalar kelib menga chaladi-da, kimga borsak bo'ladi deb 4 ta 5 ta qo'rov biladi, har kelganda shuga boraveradi. Men Islom aka nomerini saqlanib aytib qo'ysinlar, kelganda chalsin mana. To'ppa-to'g'ri kelib ko'rishsin mana. Salkam 100 dan ortiq qo'y bor ekan bu yerda. Hozir 2 ta 3 ta qo'zni Esenbek, bu qo'chqor to'g'risida ham ma'lumot bering. To'shti qarang. Zo'r ma'lumot. Zoqt aka. O'zbekistonda Farg'ona Marg'ilonda Islom degan ukangiz bor, a? Sebat degan shedaverning balasi bor. O'sha Sebatdagan kun o'zingiz bilasiz-a? Bilaman. O'sha Sebatda olayotganda tankerning eng haqiqiy baldari tug'ildi, boshqa tug'ilmaydi, egiz qo'zg'a chiqiladi ko'rsatgan. Ruslan aka qarab oldi-da. Bo'ldi, tanidim. Ana shu tug'ilgan egiz qo'zlar shunday ekan bittasi. Noyabrda 2 yosh, 3 yosh bo'layotgan. Hozir 2,5 yosh ekan-da. 2,5 yosh. Bu tanker endi Frankelda akasi bo'ladimi, bu endi ukasi bo'ladi-da bular. Frankelda tankerning balasi. Dadasi tanker, tankerning dadasi Blandinning dadasi 80. 80. Bu 80 liniya bo'ladi shunda. To'shti qarang bundagi. Zoqt aka, siz kelib jana qo'zlardan alayıq deb qiziqdingizmi? Shunun ballar ekan. Ko'rdingizmi? Boshlarini bunday qilib tashlagan. Qo'zilar. Bu boshqa qatib tashlarkan. Ko'rdingizmi? Zo'r ekan. Stoykalarni unutib. Buni atasi tanker o'shanda bo'lganda, bu stoykalar boshlari kuchli bo'lgan. Bu ko'rdingizmi? O'sha avlodini tartib, liniyasini tartib, qo'zlar zo'r tushdi. Siz qiziqdingizmi kelib turib? Garbonos kuchli ulardi. Shunday. Islombay aka, уже пробник или что? Или 2 года уже работал? Есть пробники. Вот здесь ярочки есть, почкорики есть. Ash yarchkalar ko'rsataylik-da, shu yerda zo'r yarchkalar. Ichida zo'r yarchkani men so'radim-da, siz yo'qtoch. Shuni qizi dedi. Shuni chiqarib ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz-a? Qo'chqor 2,5 yoshda eng kuchli uvog'i. Уже 2 sezon работает. Qorinlarning pastligi ham zo'r ekan. 2 sezon ishlayaptir.
Yaxshi, qo'zlar o'ta yaxshi. Hozir bitgandan keyin daha yaxshilab ko'ramiz, jaqqan bo'lsa olamiz. Juda ham zo'r. Rosa kuchli ekan qo'chqor. Sizning podpischiklaringiz O'zbekistondan kelsa, kelsinlar shuni qo'zlarni. Bo'ldi, ana qo'chqor ko'rsatdi. Klichka bu. Танкер 2. Tanker 2. Tanker 2. Hamma seleksioner orzu qiladigan qo'zilarda bular, ha. Zohid aka. Ha. Islom akaning dadasi Damir degan aka ekan, ha. Kelganda u yoqda chayib o'tiradi. Bolam ishlaydi dedimi. Bolasini ishlaganini menga joqdi, ko'rdingizmi? 3 yildan beri birdan ikkidan zo'r-zo'rlarni terib qilibdir-da. Bunday aytganda, orqadagi qo'ylarda qarab qo'ying, ko'rdingizmi orqadagi qo'ylar qanday. Bu jana Tanker 2 deb tankerning eng orqa bolasi deb tortibdi. Ha, hozirgi qizlar ekan-da bu. Ko'rdingizmi qanday kuchli qo'chqor. Islomboy aka, bu necha oylik bu endi? 5 oylik bo'lsa. 6 месяцев. 6 oy ekan. 5-6 А oylik. уж сколько? Кто замерил? Или вообще не пробовали? мерили. 22 где-то, наверное. Qancha chiqadi Zohid aka buni? 21-22 chiqar. Qo'zini qarang. Tanker deb klichkasi tura qo'yilganda, Islom akanikidachi boyagi o'sha stoykasi, turishi kuchli bo'lganda, ko'rdingizmi uni? To'shdi, qo'chqor, 6 oylik qo'zi, 6 oylik qo'chqorda turadi. Quloqni ko'rdingizmi? Kuchliligini, boshni qarang, quloqni. Erkak simol beradi-da. Zo'r. Nondan qarang, kichik nonlarni, betteri buni yoqlar, garbanoslar. Tumshug'ini qarang, tumshug'ini. Это поменьше возраст. Сколько? 5 месяцев. 4-5 oylik ekan. Buni 6 oylik ekan. Ko'rdingizmi? Prodnikteri qanday? Zo'r. Nonni qarang mana. Ya mana uni ham quloqlari ham kelgan ekan o'zim, kengligiga. Kuchli ekan. Uchinchisi ham kuchli ekan, ko'rdingizmi? Buni. Bu ham uchovi ham bitta tankerda nimasi bo'lyapti hozir, ha? Shu bir qo'chqorning qizlari ekan, qo'chqor qizlar, ha. Qarang, tusini tuslab bir xilda turibdi-da. Ko'zlari. Islom aka nomerini men hozir olam. Jattab qolam, sizlar jattab qoling. Yozib qo'yaman. O'zbekistondan kelganlar bordıq she'rga kelsin. Menga joqda hozir budan kuchlilarni ko'rsatamiz. Bundan kuchli ko'rsatamiz, ha? Endi tez kelib turib do'st bo'lib olamda men. Shunday qilamiz. Zo'rlardan zo'rlari chiqyapti-yu, ha bu qo'rada. O'z kirib kelgandalar so'radiq-ku, Satilboymi debchi. Biz ajida biz endi ishqibozga shida. Satilboymi degandalar ish bor-da. Ish bor. Demak, qo'rovda eng kuchli ikki qo'z desak bo'ladi. Zo'r aka. Даже chuyda bunday qo'zlar o'ta oz. Az. Tak, bu Frankel nevaralar ekan. Aha. Mana Frankel Nuruyni ko'rib o'tasizmi qanday ekan? O'ko'ni. Bundaydan bir qora jetadi bu yoqda. Ha. Ularda boshqa kuchli ekan. Buni eko'ni tutdik, ko'rsatdik. Возраст какой? 3,5-4 месяца. Bu 4 oy, bu 3,5 oy ekan, Zohid aka. Voy maşallah. Quloqlarini qarang, garbanoslarni qarang. Sho'g'i bari Frankelga o'tadi-da. Quyruqlarni qarang. Bu hozir otasi bu yerda yo'q bularda? Yo'q. Otasi yo'q. Ular sotib olgan. Sotib olgan ikkovini. Juda ham zo'r. Mashallah. Ko'z tiybesin. 3,5 oy, 4 oylik qo'zilar aka-ukalar. Mashallah. Endi buni onalari ham haqiqatan ona tomon ham kuchli ekanda bularda baribir. Ona matkalari ham kuchli. Qo'ydi qarang. Mana matkalar. Mana. Matkalarda. Uni boshini qarang, Zohid aka. Zo'r. Endi bu yana yil shu paytda pashta tish buzadi. Yana yil shu paytda u qana qo'yib oladi-da endi bu. Zohid aka, menanda qo'ydi ko'rib, o'sha ta'mini tarqan odam ertaga shunday qo'chqor olib boshlaydi-da. Boshlaydi. Sho'g'i aytib o'tamda, mana kelib Islom aka nomerini saqlanib etib, bu yerga tez kelib tursin-da. Shunaqa bo'ladi. Qulog'i qo'ydi qarang. Такой ekzemplyar. Zo'r, barakasini bersin. Islom, Inshaalloh. zo'r, barakasini bersin. Endi bu blandinni bolasi, bu tuz. Blandinning tuz qiz ekan, Zohid aka. Zo'r. Ko'rsatuvchi. Aka-ukalar, zo'r. Mashallah. Mana ko'rib maza qilinglar, sizlar uchun men kelib shuni tortyapman. Mana bu qo'ralarni hali hech kim ko'rsatmagan. To'g'risi oqtarib yuramiz, mana shu qo'ralarni ko'rsatib aka-ukalarimizga chiqaraylik, obunachilar. Aylantirib ko'rsatsangiz, Zohid aka. Ha. Qo'zini qarang, qo'ylarni. Здесь вот эта автоматика в основном какая линия? 80. 80. Eng ko'p 80 liniya ekan. 80% 80 liniyasi ekan. Zohid aka o'sha yerda. Ha. Bir ikkitasilar boshqa liniya ekanda. Mashallah. Zo'r, bola baqib turib shu holatda. Qancha metrovая что ли вот она? Не верили, No, qo'yni kattaligidan, Zohid aka, buni qo'yni. 95, по-моему, было. No, qo'yni kattaligini qara, oriq ekan dog'ichi. Bola baqayotgan qo'y, menga Ana точно 95 plus chiqadi-da. yo'q, menga shunaqa qo'y yoqadi. Oriq bo'lsa ham bola baqsin, ish bajarsin. Semirib uni yaltillab yurishini keragi yo'q-da, bola baqmasdan.
Mana o'xshovdi qaranglar. Maşallah. Bu yosh bo'lsa kerak bu ham, periyarka. Возраст какие? Periyarkada. Там Вот. разные, 2 года. Она переярка, что ли? Вот эта переярка не окатилась еще. Bu emi qachon ekan? Yo'q, qo'yil. Maşallah. Ana qo'y. Qara, qanday ekan? Ya chiroyli narsani ko'zni kuydiradigan narsani ko'rganda mashalloh deb qo'yadi aka-ukalar, mashalloh deb baslar. Eneleri shunda kuchli qo'y bo'lgan yerdan kelib qo'z qo'chqor olish kerak-da o'zi. Shunaqa to'ppa-to'g'ri. Siz bekardan boya qo'z qo'chqorlarga havas qildingiz-da? To'ppa-to'g'ri. Hozir shu qo'ziqo'chqonlar bularni bollarimi? Gaplashaylik. Qo'chqor- Ikki dona menga olib bering. Mать. Они или